Ramazon oyi ham kirib kelishiga ozgina soatlar qolmoqda. Ramazon oyida emizikli ayollar roza tutsa bo'ladimi? Ramazon oyida emizikli ayollar agar o'zlariga yoki farzand go'daklariga zarar bo'lmasa roza tutsalar bo'ladi. O'ziga zarar bo'lishligi roza tutgan emizikli ayolni kuchi ketib qolib, holdan toyib, charchab, holsiz bo'lib qolishligi. Farzandiga zarar bo'lishi esa farzandini qorni to'ymasdan ko'p yig'lashligi. Shuning uchun ona qaraydi o'zini holati va bolasini holatiga. Endi 8, 9, 10 yoki 1 yoshlik farzandi bor, go'dagi bor ayollar, u farzandlari sutdan tashqari ovqat ham yeydi, ya'ni qozon ovqat deyiladi-yu. Unday ayollar tutgani yaxshi, bolasini qornini boshqa narsalar bilan to'ydirsa bo'ladi. Lekin endigina farzand dunyoga keltirgan yoki 3 oylik, 2 oylik, deylik misol 4 oylik bo'lsa, u endi faqatgina sut bilan oziqlanadi. Endi ayol roza tutib o'zini holatini qiyinlashtirsa, og'irlashtirsa, farzandiga ham zarar beradi. Yuridullohu bikumul yusra. Alloh yengillikni xohlaydi sizlarga deydi Qur'onda. Vala yuridu bikumul usr. Og'irlikni istamaydi. Shunday ekan emizikli ayollar agar roza tuta olmasalar, qiyinchilik, mashaqqat bo'lganligi uchun ulardagi o'sha muammo ketgandan keyin, ya'ni o'sha emizish davri tugab bo'lgandan keyin qazolarni tutib berishadi. Lekin qazo albatta nima qilinadi? Tutiladi.